Samarqand viloyati Paxtachi tumanining eng ko'zga ko'ringan va boy tarixga ega dam olish maskanlaridan biri Bolajon bolalar sog'lomlashtirish oromgohi joriy yilda o'zining qutlug' 65 yillik yubileyini nishonlamoqda. 1961-yilda sobiq Karl Marks jamoat xo'jaligi, hozirgi Mo'jor mahallasi hududida bunyod etilgan mazkur ziyo va dam olish maskani yillar davomida minglab yoshlarning sevimli va unutilmas baxtli bolalik manziliga aylandi. Bugungi kunda 14 gektar va keng yam-yashil maydonni egallagan oromgoh mutlaqo zamonaviy infratuzilmaga ega. Joriy yozgi mavsumning birinchi bosqichida maskan 430 nafar bolajonni o'z bag'riga qabul qildi. Birinchi mavsum baxtli bolalik bolajonlari shiori ostida start olgan ushbu davrda asosiy e'tibor o'g'il-qizlarning nafaqat jismoniy, balki intellektual salohiyatini ham yuksaltirishga qaratilgan. Albatta, bunday yirik maskanlarda bolalarning xavfsizligi, salomatligi va ta'lim-tarbiyasi yuqori saviyada tashkil etish oson ish emas. Shu bois oromgohda 120 dan ortiq tajribali mutaxassislardan iborat professional jamoa uzluksiz mehnat qilmoqda. Bizning Bolajon bolalar sog'lomlashtirish oromgohimiz 1720 nafar bolani mavsumda dam oldiradi. Har smenada 430 nafardan bola dam oldirilishi rejalashtirilgan bo'lib, biz birinchi smenamizda 432 nafar bolani, mana hozirgi ikkinchi smenamizda 452 nafar bolani dam oldiryapmiz. Haroratni inobatga olgan holda rahbariyatimiz tomonidan hamda Navoiy metallurgiya kombinati kengash kasaba uyushmasi, Navoiy metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasi rahbariyatlari tomonidan bolajonlarga g'amxo'rlik qilinib, hozirgi kunda barcha yotoqxonalarimiz sovutgichlar bilan, ya'ni konditsionerlar bilan jihozlandi. Oromgohda tashkil etilgan 15 ta guruh uchun 5 ta turli yo'nalishdagi ijodiy va sport to'garaklari muntazam faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ijodiy jamoamiz bilan oromgoh bo'ylab safimizni davom ettirar ekanmiz. Bolajonlarning kun davomida turli xil foydali to'garaklarda zafarlarni quchayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, ingliz tili mashg'ulotlarida bolalar xorijiy tillarni o'rganish sirlarini mukammal zabt etishayotgan bo'lsa, kulolchilik ustaxonasida milliy qadriyatlarimiz va tabiat mo'jizalarini aks ettiruvchi turli esdalik sovg'alarni o'z qo'llari bilan yasashmoqda. Eng quvonarlisi, bolajonlar o'zlari tayyorlagan loy buyumlar va sevimli qahramonlar personajlarini mavsum yakuniga uylariga olib ketib, ota-onalari va yaqinlariga sovg'a qilishni niyat qilishgan. Men kulolchilik bilan mashhurman. Ularning taxlashi yoqadi va yasashlari juda ham qiziqardi. Bolalar oromgohi sizga yoqyaptimi? Ha. Qani yozga kelishni istardingiz? Ha. Yana bir gavjum manzil qo'l mehnati, bistirchilik va tikuvchilik xonasi bo'ldi. Bu yerda ham yosh ijodkorlar o'zlari qiziqqan qahramonlar obrazini kimdir tikish, kimdir esa mahorat bilan to'qish orqali jonlantirmoqda. Har bir to'garak rahbarining bolalarga nozik dil ila ijod mahsulini yaratish ko'nikmalarini o'rgatayotgani tahsinga loyiq. Bolajon oromgohida mohirko'rlar to'garagida mana bolajonlarimiz bisedam cho'g'lar yasashni, yumshoq igrishkalar tikishni o'rganyapti. Ertalabdan tushlik vaqtigacha shu yerda kelib bolajonlarimiz o'rganishadi. Hammasi xursand, yaxshi. Navbatdagi manzilimiz oromgohning ma'naviyat o'chog'i kutubxona bo'ldi. E'tiborli jihat shundaki, Bolajon oromgohining kutubxonasi hududdagi maskanlar ichida eng boy va rang-barang kitob foniga ega ekan. Bu yerda mitti kitobxonlar uchun turli xil ertaklar to'plami, mashhur yozuvchilarning qissa va hikoyalari jamlangan. Qidirgan kitobingizni nafaqat o'zbek, balki rus va ingliz tillarida ham topishingiz mumkin. Shuningdek, kutubxonada dam oluvchilarning mutolaaga qiziqtirish uchun qiziqarli asarlar syujeti va qahramonlarini topishga qaratilgan interaktiv o'yinlar ham yo'lga qo'yilgan. Здравствуйте, меня зовут Нимаджонова Имона. Я пришла в этот лагерь Bolajon, и здесь очень классно. Я сейчас в 7-м отряде. Здесь очень классно. Здесь есть кружки, бисер, рисование, английский язык. Я хочу еще раз прийти сюда. Здесь очень классно и здорово. Мы здесь играем с девочками, с моими подружками. И здесь еще питание хорошее. Салем, менің атым Аружан. Мен Бекбергенова Аружанмын. Мен бұл жерге 4 жылдан бері келемін. Har жылы осы жерге келем. Бұл жер зор, ауасы да зор, бір табиғаты әдемі, жасыл. Мен бесерге лайға келемін. Ол апайлары, нелері жақсы. Сосын ар жақта ойындар бар, неше түрлі
Negizi o'sha yer yaxshi, o'sha yerga keluga ne beraman, sovetую. So'sin bu yerning tabiati kuchli, havosini o'rganganmiz. Assalomu alaykum. Mening adim Kamoliddin, familiyam Qadambayev. Men hozir 3-otryadga tushdim. Bu yerga kelganimizda menimcha 4 kun bo'layotir. Men hozir kilolchilik to'garaki bilan bandman. Bu yerda ko'p jo'ralar turdim. Ovqatlar ham yaxshi ekan. Bir yoqda yenim gelasim bor beray. Bolajonlarning aql zehnini charhlatish, ularning intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida guruhlar o'rtasida Zakovat intellektual musobaqasi o'tkazildi. Unda eng bilimdon, topqir va zikko jamoalar o'zaro qizg'in bellashdilar. Yakunida eng munosib deb topilgan g'olib jamoalar tashkilotchilar, oromgoh rahbariyati hamda NGMK jamg'armasi tomonidan qimmatbaho esdalik sovg'alar bilan tantanali ravishda taqdirlandi. Mavsum davomida bolalarning madaniy hordiq olishlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Safarimiz davomida biz yoshlar uchun tashkil etilgan maxsus teatr tomoshasiga ham duch keldik. Ushbu uchrashuvda Buxoro bolalar teatrining mahoratli aktyorlari o'zlarining rang-barang repertuarlari bilan chiqish qilib, dam oluvchilarning bayramona kayfiyatiga yanada ko'tarinkilik yuklashdi. Rabbim Muhammad Aminman. Men bolalar sog'lomlash oromgoh bolajondaman. Men bolajonda mazza qilib, yozgi ta'tilimni mazza qilib o'tayapman va hozirgi kunda bizga Buxorodan teatr keldi. Buxoro teatriman. Men ismim Durdona. Men bolajon lagerida dam olyapman. Bu lager juda ham bu oromgoh juda ham yaxshi, menga yoqadi. Har doim shu lagerga kelaman. Menga yoqadigan tomonlar ustozlari juda ham yaxshi, mehribon. Men 4-otryadda dam olaman. Bolalar juda ham yaxshi, bir-birimiz bilan yaxshi kelishamiz. Я Равшан Салахидин, прихожу в лагерь Боладжон первый раз. И тут очень интересно и классно проходит мое время. Тут очень веселые, красивые воспитатели и вожатые, а также вкусная и свежая еда из продуктов. И тут интересные кружки и занятия, которыми можно заниматься целый день. И я хочу прийти сюда еще раз. Yozning jazirama kunlarida bolalarning eng sevimli maskani shubhasiz suzish havzasidir. Oromgohning suzish havzasida bolajonlarning xavfsizlik va sifatli sharoitda cho'milishlari qattiq nazoratga olingan. Ular bir guruh suvga tushishdan oldin mutaxassislar tomonidan suvning harorati va tozalik holati sinchiklab tekshiriladi. В жизни лагеря важное значение имеет безопасность также в бассейне. То есть это нельзя находиться, то есть или же бегать, делать неподвижное движение вокруг бассейна, а также кушать внутри и вокруг бассейна. Также безопасность не только является или не только означает бегать или же делать движения, то есть которые обогащают нашу безопасность, а также там должны находиться свои сотрудники, которые контролируют движение разные. Это уже воспитатели, вожатые, а также лица, которые находятся в самом бассейне. Albatta, sog'lom avlodni kamol toptirishda sog'lom taomning ham o'rni beqiyos. Shundan so'ng biz bolajonlarning oshxonasi tomon yo'l oldik. Hozirda oromgohda 40 nafar oshpaz va oshxona xodimlari bolalarning muvozanatli va vitaminlarga boy ovqatlanish ratsionini yuqori darajada ta'minlab kelmoqda. Kunlik bizani menyumiz, masalan, ertalabki zavtrigimiz sutli taomlar asosan bolalarga parhez taomlar ketadi. Asosan menyumizda yog'siz ovqatlar. Ertalabki zavtrigimizda sutli ovqat, masalan, sabarinch, sutli ovqat, masla, tuxum ketadi, shirin choy bilan. Keyin obedga osh, sho'rva, birinchi ovqatimiz sho'rva bo'ladi. Osh bergan kunimiz birinchi ovqatimiz xorma sho'rva ketadi. Keyin suxofruktlar, kompotimiz bo'ladi. Alma qo'rqidan kompot bo'ladi. Keyin ujin to'rtligimiz bor. To'rtlikka asosan bo'lichka bilan kakao ketadi. Kakao unaqa ketadi bachalarga. Undan so'ng ujinimiz bor. Ujinda bitta ovqat ketadi menyuda. Zapekanka, kabob, lag'mon, ana shunday ovqatlar beriladi. Keyin soat 9 ga bolalarga mana uxlashdan oldin lyoqqa ovqat beriladi.
yogurt bilan unaqa yo bulichka yoki unaqa qatiq bilan grinki ketadi. Asosan shuni menyumiz. Necha mahal ovqatlanish bor? Hozir endi 5 mahal ovqatlanish bo'ladi, chunki 5-da 9dan keyingi bo'ladi, faqat bachalarning o'ziga lyoqki yeyish uchun. Uydagi taomlarda ikkalasining farqi, bu yoqqa asosan bachalarga farqsiz ovqatlar beriladi, yog'siz. Iloji boricha yog'siz sog'lomlashtirish uchun-da, keyin kompotlar beriladi, har xil shifovnikdan, olmadan. Mana shunday ahil, hamjihat va o'z ishining ustasi bo'lgan professional jamoaning fidokorona mehnati natijasida Bolajon bolalar sog'lomlashtirish oromgohi nafaqat Paxtachi tumanida, balki viloyat miqyosida ham namunali va peshqadam maskan sifatida o'zining 65 yillik go'zal an'analarini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Dilnoza Hakimova, Suhrob Ishpo'latov, Jamolbek Salomov Muhim 24 uchun maxsus tayyorlandi.